shifokorga olib borib kelasizmi dedim. Esing joyidami seni? Ana, o'g'lingga ayt. Meni ishim tiqilib yotibdi. Endi ko'zlaringni och. Mana bu senga va'da qilgan uyni kaliti. Mana bu endi seni qo'lingda. Rostdan. Qayerlarda yurasiz o'zi? Xavotir olyapman-ku. Boshimni qotirma. O'zi uyga charchab kelaman. Ishim ko'p. Qo'ni qo'shnilar sizni bir yoshgina qiz bilan ko'rishibdi. Uyatmasmi, dadasi? Endi yoshlikdagi hunarlaringizni tashlang. O'g'lingiz uylanaman deb turibdi-ku. Yana boshladingmi videolaringni? Qani, qaysi qo'shning ko'ribdi? Odamlar gapiraveradi. Kim nima desa ishonaverasanmi? Oyijon, bo'ldi, siqilmang. Bu turishda kasal bo'lib qolasiz. Oyi, dadamni yaqin do'stlari Bahrom aka mana bu maktubni sizga tashlab ketdilar. O'zingiz o'qib kelasiz. O'g'lim, meni kechir. Gunohlarim kasriga qolding. Xotin, agar sen ham kechira olsang, meni kechir. Shuncha yil qiynalib yashading. Bu kelin deb olib kelgan qiz meni gunohlarimni jazosi. Men ortiq bunda yasholmayman. Gunohlarim ko'p. Juda ham ko'p. Meni kechiringlar. Oyi. Bolam, bolajonim, senda nima gunoh qildi, jon bolam? Rostmi shu gap? Ha? Rostmi shu gap? Dadajon demoqchi edim. Akrom aka? Dadajon, yolg'on yozganlar. Nima? Sen hali Tushuntirib beraman. iblis. Tushuntirib beraman. Yo'q. To'xtang, tushuntiraman. Onajon, to'xtang. Aka, to'xtab turing. Tushuntirib beraman. To'xtab turing. To'xtang, eshiting. Nimalar qo'ydingiz, dada? Nimalar qo'ydingiz?
nima ayibida, bolamda nima ayibida? Bolam endi azob chekadimi? Qandoqlarim chidayman, qandoqlarim chidayman. Qanday chidayman? Bu sharoitga qanday chidayman? Sevishlaring ko'proq sani sevilishingdan. Oh farishta yuzli iblis yo'qol ko'zimdan. Sanab nima qildim sana erkaklaringni. Allohning o'zi kechirsin qilmishlaringni. Ha,